Uzun PHP dersiga 15 qism PHP числа va vaqt. Darsning asos mazmuni mau date funksiyasi orqali PHP da vaqt va chislani formatli bo'ldi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, date ananki mayada y deganimiz yil, m deganimiz mouse deganning qisqartirilmasi, oy, ma d deganimiz day ning qisqartirilmasi. Biz mau yil, oy, kunni mushkul holatda date funksiyasining ichiga elib, ammo yan tusiz qo'yamdiq, ya chekit qo'yamdiq, tusiz qo'yamdiq. Uch xil holatda yozib ifodalash bo'ldi. Buning kodini ko'rgan bo'lsak, masalan, bugun 5-oyning 1 2014-yili. Mush 5-oyning 1dagi mush chislani ko'rsatadi. Anaki vaqt shartlik belgisi, ya'ni time step vaqt shartlik belgisi 1970-yil 1-oyning 1-kuni. Shu 0 dan 0 minut 0 sekund 0 soat vaqtdan hozirgacha bo'lgan sekund sonini ifodalaydi. Biz mushu sekund soni orqali mushu vaqt shartlik belgisi bilan mushu vaqtni belgilaymiz. U yana Unix vaqt shartlik belgisi deb ataladi, chunki buni dastlabda mushu Unix orqali belgilab ishlatgan. Chislani formatlash. Date funksiyasining birinchi sonliq uchur vaqt va chisla formatini belgilash ishlatiladi. Tuvanki harflar orqali chislani ifodalaymiz. Masalan, d bir oycha kun soni qiymatini bu 0 dan 01 dan 31 gacha oladi qiymati. M navbatdagi oy soni qiymati 01 dan 12 gacha. Ammo diqqat qilishliki 1 dan emas, 1.31 emas, balki 01 cho'qim oldigan 0 kelgan bo'lishi kerak. Undan keyin y navbatdagi yil soni odatda qiymati 4 xonalik son bo'ldi. Bu harflarning orasiga yan tusiz qatorliq belgilarni qo'shish orqali har xil formatdagi vaqtlarni ko'rsatyapmiz. Bu date funksiyasiniki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, bu yerda format, cho'qim vaqt formatini belgilashga ishlatamiz. Anki bu timestamp, ya'ni biz mayada degan vaqt shartlik belgisi bu keyingi keldi. Buni biz tanlab ishlatishga bo'ldi. Ya'ni navbatdagi chisla va vaqtni ko'rsatadi. Undan keyin vaqt shartlik belgisi qo'shish, date funksiyasining ikkinchi sonliq uchuri vaqt shartlik belgisi qo'shish ishlatiladi. Ya'ni keyindagi ikkinchi sonliq uchuri. U orqali biz xohlagan vaqtni ko'rsatamiz. Agar vaqt shartlik belgisi qo'shilmasa, date funksiyasi izchil holda sistemaning navbatdagi vaqtini ishlatadi. Demak, vaqt shartlik belgisi orqali biz atik vaqt yoki bir hafta burungi vaqt yoki o'zimiz xohlagan belgilangan vaqtni ko'rsatamiz. Uningki bu vaqt shartlik belgisiningki funksiyasi mktime, uningki ifodalanishi masalan soat, minut, sekund, oy, kun, yil, anoniki oxirdagi IS, DST qiymati degandek mush qiymatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, amaliy misol uchun qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi vaqt bizga bu kun soniga bir kunni qo'shib biz ko'rsatib, ya'ni bugungi kunga bir kunni qo'shsak, demak atik vaqt chiqadi degan gap. Bu yerda bu atik vaqtni ko'rsatsak, bugun 5-oyning 1 bo'lgan bo'lsa, bu tomorrow degan PHP hujjatda qaraydigan bo'lsak, atik vaqt atda 2014 5-oyning 2 degan qiymatni ko'rsatadi.